Qo'qonliklarni bola tarbiya qilishda o'ziga xos odatlari bor. Bu usullar shunchalik oddiyki, ko'pchilik e'tibor ham bermaydi. Lekin aynan shu odatlar sabab Qo'qonda bolalar hurmatli, hunarli va o'ziga ishongan bo'lib ulg'ayadi. Qo'qonliklar tilining shirin-suxan va muomalali bo'lishi bilan mashhur. Hatto hali gapni tushunmaydigan chaqaloq bilan ham sizlab gapirishadi. Bu oddiy tuyulishi mumkin, lekin aslida bu bola shaxsiyatiga hurmat ko'rsatishdir. Bolaga taqiq qo'yishganda ham ular qattiq gap ishlatmaydi. Masalan, unday qilma yoki unday qilsang kaltak yeysan deyish o'rniga balajonim, unday qilmasinlar deb murojaat qilishadi. Bu usul bolani qo'rqitmaydi va qalbida qattiqlik paydo qilmaydi. Ko'pincha bola bitta yumshoq gapning o'zidayoq nima demoqchi ekanligingizni tushunadi. Qo'qonliklar bolani yoshligidanoq biror kasbga yo'naltirishadi. Bola otasi yoki ustozining yonida yurib hunar o'rganadi. Shuning uchun ko'pincha o'smir yoshiga yetar-yetmas u o'z ishining ustasi bo'lib ulg'ayadi. Hunarmand, savdogar yoki ilmli inson. Qo'qonning hanuzgacha hunarmandlar, savdogarlar va qo'li-kul oshpazlar shahri bo'lib qolganining sababi ham aynan mana shunga borib taqaladi. Balki shuning uchun ham Qo'qon azaldan hunarmandlar va madaniyatli insonlar shahri bo'lib kelgan. Video foydali bo'lgan bo'lsa, qo'qonlik tanishingizga yuborib qo'ying va Qo'qonga kelin bo'lgan qizni profiliga obuna bo'lib qo'ying.